Assalomu alaykum. Demak, sizlarda bo'lsa, men shu yerda yer tayyorlashda qatnashgandim o'zim traktorni puliga ko'tarib qanaqa jarayonni ketayotganini. Demak, mana shu daraxtlar 25-yil bu yil fevral oyida ekilgan gilos daraxtlari, navi, lapins navi. E'tibor berasizlar. Demak, bu ko'chatlarni men o'zim shaxsan o'zim ko'pasi turib ektirganman. Ko'rasizlar, hozir bo'yim taxminan 1.90 bo'lsa, gilos ko'chatni olib boraylik. Mana holati. Endi hamma narsa ko'chatga ham bog'liq, bog' qilishda. Tuvakda ekilgan ko'chatlar bular. Norchontal ko'chatchilik xo'jaligining ko'chatlari. Mana holati. Bu yil ekkan shu tuvakdagi ko'chatlar qalinligi hozir aytaman. Mana qalamdek edi. Tuvakdagi ko'chatlarning holati qalamdek edi mana. Qalamdagi mana. Demak, ko'chatlarni akalar har doim fevralda ekish kerak bo'ladi. Xudo xolasa buni haydovdagi qisqa obzorini ko'rsatib ketdim. VSLdagi VSL podvoylarni holati mana. Juda ajoyib. Halitgani 99% ko'kardi. Ikki marta kesishga ham ulgurdik biz bu ko'chatlarni. Sababi ko'proq shoxatib olish uchun mana 2 marta kesilgan. Bu 9-oyda kesilgan holati. Mana shu yerdan kesganman. Ikkita shox bo'lgan. Birinchi 40 sm dan kesdim usti. Mana kundan keyin 9-oyda kesilgan. 1 2 3 4 5. Endi biz yana kesamiz. KGBga xudo xolasa chiroyli tushadi yoki ispan mutasiga o'tkazamiz holatni. Mana eng kamida 3 ta. 4 ta mana bunda. Holat shu. Tavsiya qilaman. Ishonchli joydan, ishonchli podvoyda, ishonchli sortlarni, ishonchli ko'chatlarni olishinglarni. Va fevralda ekili ishonchli bo'lish uchun ko'karishini. Assalomu alaykum. Hurmatli bog'bonlar. Men sizlarga ko'proq foydam tegishi uchun yangi tashabbus boshladim. Ya'ni boshlagandim va shu tashabbusni yana rivojlantirish maqsadida sizlarga o'zimning Telegram kanalimni havolasini xudo xolasa videolarim tagiga joylab ketaman. Bu joylashimizdan maqsad, agar bog'ingizda o'zingiz yecholmayotgan qanaqangidir muammo bo'ladigan bo'lsa, hosildorlik past yoki daraxtlarni shakl berishda, o'sishda, o'g'itlashida, tuproq tahlilida, suv tahlilidagi qanaqangidir muammolarga duch kelib, bog'ingizdan yaxshi foyda yoki yaxshi daromad yoki yaxshi hosil ololmayotgan bo'lsangiz, bemalol meni Telegram kanalimga o'zingizdan savollarni rasm video tariqasida yuborishingiz mumkin. O'sha yuborgan ma'lumotinglar, ya'ni savolinglar keng muhokamaga qo'yamiz va shu joyda men to'liq sizlarga javob beraman, xudo xolasa. Va o'sha sizlar yuborgan savol orqali bu hamma ko'radi. Balki kimdir bog'ida ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, qolgan bog'bonlar ham shu siz yuborgan rasm video savol orqali o'zlariga bemalol javob olishlari mumkin. Qaytaraman, o'sha Telegram havolamni joylab ketaman. Bemalol kirib savollarni kommentariyada yozib javob olishinglar mumkin.